Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun supermarketga faqat bittagina non yoki sut olish uchun kirib, kassaga kelganda butun boshli savat to'la narsa bilan chiqasiz? Siz o'zingizni irodali deb hisoblaysiz, lekin aslida sizga qarshi yuzlab psixologik va marketing mutaxassislari ishlamoqda. Ular sizning miyangizni sizdan yaxshiroq bilishadi. Bugun yangi Fakt kanalida biz siz bilan do'konlardagi eng ayyorona 7 ta marketing siri haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Do'konga kirganingizda mahsulotlar qanday joylashganiga e'tibor bering. Eng mashhur va qimmat brendlar har doim sizning ko'zingiz to'g'risida, ya'ni ko'z darajasida turadi. Pastki tokchalarda esa odatda arzonroq va kamroq taniqli mahsulotlar yashiringan bo'ladi. Qiziq fakt: bolalar uchun mo'ljallangan shirinliklar va o'yinchoqlar esa pastroqqa, aynan bolalarning ko'z darajasiga qo'yiladi. Nega? Chunki bola uni ko'radi va ota-onasidan olib berishni so'raydi. Marketingda bu iltimos qilish kuchi deb ataladi. Nima deb o'ylaysiz? Nega non, go'sht yoki sut doim do'konning eng oxirgi burchagida turadi? Bu tasodif emas. Sizga kerak bo'lgan eng asosiy mahsulotga yetib borguncha, siz kamida 10 ta boshqa bo'limdan o'tishingiz kerak. Yo'l-yo'lakay siz rejalashtirmagan chipslar, shokoladlar yoki aksiyadagi tovarlarni ko'rasiz va beixtiyor savatga solasiz. Supermarket bu siz chiqib ketishingiz qiyin bo'lgan aqlli labirintdir. Siz oxirgi marta qachon supermarket savatini to'ldirmasdan chiqdingiz? Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, savat qanchalik katta bo'lsa, odam shunchalik ko'p narsa sotib oladi. Bo'sh savat inson ongida men hali yetarlicha narsa olmadim degan hissiyotni uyg'otadi. Agar sizga faqat 2 ta yoki 3 ta narsa kerak bo'lsa, hech qachon g'ildirakli savatni olmang. Yaxshisi qo'l savatchasidan foydalaning. Shunda pulingiz tejaladi. Nega 20 ming so'm emas, 19.990 so'm? Bu eng qadimgi, lekin hali ham ishlaydigan hiyla. Inson miyasi narxni chapdan o'ngga qarab o'qiydi. Biz 19.900 ni ko'rganimizda, miyamiz birinchi bo'lib bir raqamini qayd qiladi va bu narx 20 mingga yaqin emas, balki 10 mingga yaqinroq deb qabul qiladi. Bu chap raqam effekti deb ataladi. Tasavvur qiling, do'konda 2 ta qahva turibdi. Biri 50 ming so'm, ikkinchisi 30 ming so'm. Sizga 30 mingligi qimmatdek tuyulishi mumkin, lekin ularning yoniga 80 ming so'mlik qahva qo'yilsa, birdaniga 50 mingligi o'rtacha, 30 mingligi esa juda arzon bo'lib ko'rinadi. Kompaniyalar atayin juda qimmat mahsulotni qo'yishadi. Bu orqali qolgan hamma narsa sizga arzonroq tuyuladi. Hidlar va musiqa. Supermarketlarda nega doim yangi yopilgan non hidi kelib turadi? Bu hid sizda ochlik hissini uyg'otadi. Och qolgan odam esa rejalashtirilgandan 30% ko'proq narsa sotib oladi. Musiqa esa alohida mavzu. Sekin va mayin musiqa ostida sekinroq yurasiz. Mahsulotlarni uzoqroq tomosha qilasiz va ko'proq pul sarflaysiz. Yana bir e'tibor beradigan jihati, yirik supermarketlar va savdo markazlarida deyarli hech qachon devor soati bo'lmaydi va derazalar ham juda kam yoki umuman yo'q. Bu tasodifiy emas. Marketing mutaxassislari sizni vaqt tushunchasidan ayirmoqchi bo'lishadi. Tashqarida kun botdimi yoki qorong'u tushdimi, buni bilmasligingiz kerak. Inson vaqt qanday o'tayotganini sezmasa, do'kon ichida ko'proq qolib ketadi. Har bir qo'shimcha o'tkazilgan 10 daqiqa esa bu savatga tushadigan yana 2-3 ta ortiqcha mahsulot degani. Xo'sh, endi bilib oldingiz, sizning har bir harakatingizni hisoblab chiqilgan. Keyingi safar do'konga kirganingizda albatta maxsus ro'yxat bilan kiring va och qolgan holatda xarid qilmang. Shunda siz marketing qurboni bo'lmaysiz. Sizni bu faktlarning qaysi biri ko'proq hayratda qoldirdi? Izohlarda yozib qoldiring. Men ularni albatta o'qiyman. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va yangi Fakt kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.